Aile medeniyeti ve evlat terbiyesi. Bu Ürümçi şehri Nobel Balalar Bağçısı'da ata-analarga sözlengen bir qitimliq notuq bolup, naq meydan avazlı xatirege asasen retlengen. Notuqda nikahning ichki qatlami ve uning ailening kelgusiga bo'lgan ta'siri er ve ayolning ailedeki o'ziga xos mas'uliyati o'ttirg'i qo'yilishdan boshlanadi. Uningdan keyin ailedeki kitob madaniyati sifatida aile kutubxonasining roli tafsiliy so'zlanadi. Shuning bilan birga oila nasabnomasi, oila vasiyatnomasi qatorliq oila madaniyati omillari sharhlanadi. Oila suhbati, oila sayohati qatorliq oila faoliyatini o'z navbatida ta'kidlanadi. Shaharlish hodisasining kengayishiga ergashib, kishilar Uyg'ur an'anaviy oila madaniyatining farzand tarbiyasidagi rolidan gumonlanishga boshladi ve başka ellerinin terbiye şeklini aynen doğrab, akıbeti ünümsizlik ve tınırqaştan ibaret oldu. An'anaviy aile terbiyesinin hazırki zamandaki kımmeti nerede? Onu zamaniviylik bilen qandaq birleştirish kerak. Nutuq davomida Germaniya aile terbiyesideki bir qism örnekler tonuşturuldu ve ata-onalarning ikki eldeki roli selishtirildi. Ona degan qandaq bo'ladi? Cemiyet tarafidan tatib elingan onalik san'atini balalarga qaytarib berish nutuqning asosiy iddisi. Biz texmi ko'p anglag'uvchilarni manfaatdor qilish uchun bu nutqini aynan nashr qildirib tarqatdik. Xinjiang Muallim elektron fan texnik shirkati. Ovozliq kitob abdi tali.